Xullas qarindoshlar, tarvuzni muzlatib, aningdan keyin shunday qilib maydalab, uni cho'pperga solib, ustidan qaymoq solib, varr etib aylantiradigan bo'lsa, tarvuz obязательно muzlagan bo'lish kerak ekan. Mana shunday ichkin jabr ajoyib tarvuzli marojniy bo'lar ekan, mushti bay. Endi esa o'xsharmikan a? deb turib, imенно shu retseptni sinab ko'raman deb 2 hafta oldin tarvuzni muzlatib, bemalol yong'oq chaqsa bo'ladigan darajada qotirganimdan so'ng bir amallab pichoqda maydalab oldim qarindoshlar. Bir ham qiyin kechdi shu maydalash. Muzlagan tarvuzni kesishdan qiyin ish yo'q ekan qarindoshlar. Muzlagan tarvuzlarimizni mayda qilib olganimizdan so'ng, uni ustidan cho'pperga ayamasdan qaymoqni soldim-ku. Bay. Hozirdan buni mazasi qanaqa chiqishini tasavvur qilyapman. Ogohlantiraman qarindoshlar, bunday ichgan muzli marojniyni hamma cho'pperlar ham qilib bera olmaydi. Qarabsizki, bizning tarvuzdan tayyorlangan marojnimiz tayyor. Rangini, chiroyliligini qaranglar buni. Albatta bu marojniyni degustatsiya qilishdan oldin o'ziga mos bo'lgan Xitoydan zakaz qilingan mindechkin marojniy stakaniga soldim. Ko'rinishini qarasanglarchi, qimmat restoranlarda beradigan marojniyga o'xshadimi? Ana endi degustatsiyani boshlasak ham bo'ladi qarindoshlar. Qani qaymoq bilan tarvuzni aralashmasdan qanaqa marojniy chiqarkan deb yeb ko'rsam, qarindoshlar shunaqangi zo'r narsa bo'lar ekan. Ishonavering, bunaqa marojniyni hali beri yeb ko'rmagansiz. Mazasi juda ham yoqqanini ketma-ket yeyotganimdan sezgan bo'lsanglar kerak. Xullas qarindoshlar, obязательно buni uyda sinab ko'rishinglar kerak. Retseptni qarindoshlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin a.